Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısı görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Amerika prezidenti Donald Trump 30 oktyabr günü Janubiy Koreyada Xi Jinping bilan görüşməkçi bolğan bolub, Şərq Türkistan sürgündü hökuməti prezident Donald Trumpdan Şərq Türkistandakı irqiy qırğınçılıq məsələsiga mərkəzləşishni tələb qılıb, 27 oktyabr günü axbarat e'lon qildi. Axbaratda mundaq deyildi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Amerika prezidenti Donald Trump'dan 30 oktyabr günü Janubiy Koreyada Xitay katbaşı Xi Jinping bilan söhbət ötküzgən vaqtda Xitay hökumətinin Şərq Türkistandakı Uyğur, Qırğız, Qazaq qatarlıq Türkiyə xalqlarına qarşı yürgüzüyotqan irqiy qırğınçılığını ayıplashga chaqirdi. Şunun bilan birga mənfəəti və qimmat qarashlari badalga irqiy qirg'inchilikchi Xitoy hokimiyati bilan aslo murassallashmaydiganligini aniq ko'rsatib qo'yishga chaqirdi. Prezident Donald Trumpning rahbarligidagi Amerika tunji qatim Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini va insoniyatga qarshi jinoyatini e'tirof qildi. Tunji Trump hokimiyati Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va xalqaroliq ayblashga boshlamchilik qilib, irqiy qirg'inchilik yurgizishga ishtirok qilgan atalmish Xinjiang harbiy ishlab chiqarish qurilish atritini o'z ichiga olgan o'rinlar va Xitoy katibashlariga jazo yurgizib, Xitoyning mustamlika, ishg'ol va irqiy qirg'inchilik qilmishiga javob qaytardi. Sharq Turkiston sürgündü hökumətinin Cumhur Reisi Dr. Məmtiman Əla Apandi tunji qatimliq Trump hokimiyatidagi Amerika hökuməti boshqalar sukut qilganda jasurluq bilan Xitoyning jinoyatlarini aybladi. Biz Trump hökumetini işğaliyet astidagi Şərq Türkistan xalqining yanında turib, o'xshash axloq va strategik rəhbərlikdə turishga chaqiramiz dedi. Xitoy Amerika bilan tuzishgan tijorat kelishimnomalarini o'z ichiga olgan barliq kelishimnomalarning hech birida va'dasida turmadi. Beijing har vaqt aldamchilik, yolg'on so'zlash va o'g'irlash qatorliq qilmishlar bilan Amerikaning iqtisodini oyoq osti qiladi va xalqaro bexatarlikka tahdid elib keladi. Xitoy va uning kompartiyasi Amerika va erkin dunyoga har vaqt eng chong tahdid elib keladi. Bu ay Xitoy vatanimizni 1949 yili 12 oktyabr kuni ishg'ol qilib olganligining 76 yillik va Sharq Turkistonni Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoniga aylantirib olganligining 70 yillik xotir kuni. Bu necha 10 yillardan beri davomlashib kelayotgan irqiy qirg'inchiligi va mustamlikachilik shundaqla ishg'oliyat qilmishini gavdalantirdi. Davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning tub sababi Sharq Turkistonning qonunsiz ishg'ol qilinishidan iborat. 1949 yildan keyin 70 yildan ortiq davomlashgan Xitoy Sharq Turkiston to'qinishi mustamlika hukmronligi bilan bir millatning o'rligi va mustaqilligi uchun qilayotgan kurashdan iborat. Adil va uzun muddatli tinchlik faqat Xitoyning mustamlikachilik hukmronligini oxirlashtirish va Sharq Turkistonning egilik huquqini asliga keltirish orqali vujudga chiqadi. Sharq Turkiston sürgündü hökumətinin tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining asosliq sababi Xitoyning ishg'oliyati. Prezident Donald Trump Xitoydan irqiy qirg'inchilik va mustamlikachilik ishg'olini oxirlashtirishni talab qilishi, Amerikaning asir millatlar qonunidagi va'dasiga asosan Sharq Turkistonning mustaqilligi va erkinligini to'liq asliga keltirishni qo'llashi va Sharq Turkistonliklarning erkinligi va bexatarligiga ziyon yetkazadigan savdo kelishimnomalarini o'z ichiga olgan har qanday kelishimnomalardan saqlanish kerak dedi. Prezident Donald Trump yaqinda Kambodja bilan Tayland o'rtasida tinchlik kelishimi tuzishda vositachilik rol o'ynab, tinchlik va muqimlik elib kelish qobiliyatini isbotladi. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti uning bu usulini Sharq Turkistonga kengaytib, Xitoy Sharq Turkiston to'qinishini oxirlashtirish va erkinlikka erishish, mustamlikadan qutulish, egilik huquqini asliga keltirish orqali adil va uzun muddatli tinchlikni kafolatlantirishga chaqirdi. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti prezident Donald Trumpni tuvandiklarni qilishga chaqirdi. Birinchisi, Xitoyning Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni oshkora ayblash. Ikkinchi, Xitoyning qonunsiz mustamlikachilik ishg'oliyatini ayblash va Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb rasmiy e'tirof qilish. Uchinchi, xalqaro mexanizmlar orqali Xitoyning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarining qurbonlariga adolatni elib kelish. Uyg'ur majburiy emgaki orqali ishlangan tovarlarni o'z ichiga olgan bulg'angan Amerika Xitoy savdosini gavdalantirish. 5. Xitoyning Sharq Turkistonlik, Amerikalik Uyg'urlar va Amerika apparatlarini nishon qilgan
Dövlət talqıgan bastırış və casuslıq qılmışlarına qarşı duruş. 6. Amerikanın tashqi siyosatining Amerika prinsiplarini, jumladan inson haqlari, o'z taqdirini o'zi belgilash va asirga ilingan davlatlarning mustaqilligi shundoqla erkinligini asliga keltirish qatorliq va'dalarini aks ettirishga kapolatlik qilish. 7. Sharq Turkistonliklarning erkinligi, haq-huquqi yoki egalik huquqiga daxli ta'ruz qiladigan har qanday kelishimnomalardan, jumladan savdo kelishimnomalaridan saqlanish. Sharq Turkistonda nurg'unlagan muhim kon boyliqlari bor. Xitoy bu boyliqlarni o'zining iqtisodiy va harbiy kengayishini ilgari surish uchun o'g'irlab, Amerikaning davlat bexatarligi va dunyoviy muqimlikqa tahdid soladi. Asliga kelgan hur va mustaqil Sharq Turkiston bu kon boyliqlarini Amerika va ittifoqdoshlariga zo'r miqdorda ta'minlash zanjirini kuchaytirib, Amerika sanoatini ilgari surib, Beijingning dunyoviy hukmronligini ojizlashtira oladi. Hukumatning mazkur bayonoti Manan xabar to'rida 27 oktyabr kuni tafsiliy xabar qilindi. Tajovuzchi Xitoyning sirtqi qarta tashviqot unvoni bo'lgan CGTN xabar to'rining 9 oktyabr kunidagi xabarida aytilishicha, tajovuzchi Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi muavin doimiy vakili Geng Shuang Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inining 80-navbatlik 4-komitetining mustamlikachilikdan qutulish masalalari bo'yicha umumiy munozirasida so'z qilib, sentabrda Xitoyning texmo adil dunyoviy boshqarish sistemasini qurishni talab qiladigan dunyoviy boshqarish tashabbusini o'tirg'a qo'yganligini tilga olgan. Geng 65 yil ilgari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'ini mustamlika ostida qolgan davlatlar va xalqlarga mustaqillik berish to'g'risidagi xitobnomani ma'qullaganligini eslab, mustamlika davlatlari va xalqlarni erkinlik, barobarlik va mustaqillikqa intilishga ilhomlantirishni talab qildi. Geng Xitoyning o'zini o'zi idora qilmaydigan 17 rayonning mustamlikachilikdan qutulish jarayonini tezlatishni qo'llaydiganligini va bu rayonlardagi xalqlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini yurgizish uchun qat'iy tirishchilik ko'rsatishni qo'llaydiganligini bildirgan. Xitoy yana xalqaro jamiyat bilan birlikda mustamlika ostidagi ellarni mustamlikachilikdan qutuldirish uchun 4-10 yillik xalqaro fursatni ching tutish va 10 yillik harakat planini yo'lga qo'yishni tezlatish, hamkorlashishga tayyor ekanligini bildirgan. Geng yana Malvinas orolisi masalasining mustamlikachilikka munosabatlik hal qilingan masala ekanligini bildirgan. U Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasining maqsadi va prinsiplariga asosan davlatlar o'rtasidagi zimin talash tortishlarni tinch suhbat orqali hal qilishni izchil tashabbus qilib kelayotganligini va barliq aloqador taraflarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining aloqador qarorlari asosida ilgarilash orqali bu masalani tinch, adil va uzun muddatli hal qilish chorasini tepishni umid qilganligini ta'kidlagan. Sharq Turkiston surgundi hukumati ijtimoiy axborot vositalarida buningga raddiya berib, Xitoy elchisi mustamlikachilik zihniyatiga xotim berishga chaqirgan bo'lsa-mu, Beijing Sharq Turkiston, Tibet, Janubiy Mongoliya va Manjuriyada rejimsizlik mustamlikachilik ishg'oliyatini davomlashtirmoqda. Xitoy avval o'zining mustamlikachilik zihniyatiga xotim berishi kerak. Haqiqiy mustaqillikdan qutulish Xitoy mustamlikachilik hukmronligiga xotim berishdan boshlanadi. Xitoy imperiyasini mustamlikachilikdan qutuldirish kerak dedi. Suv boshlar aqlliq, yuraklik, jasur va keng qusoq bo'lmoqi lozimdir. Urushda yuraksiz ishqa yaramaydi. Yuraksiz qo'rqinchoq ayollardek qo'shinni buzadi. Qo'shin buzilsa, askarlar bir-birini buzadi. Jangda qo'rqmas yurak, chidamliq iroda kerakki, dushman atchab turib bosqin qilib kelganda darhol to'planmoq lozimdir. O'lim deganning belgilik vaqti soati bo'ladi. Yigit ajal kelmaguncha jangda o'lmaydi. Odam o'limni unutganda dushmanni yengadi. Qutatg'u bilik romanidan elindi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatim programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.